Oho, balına kepti. Merhaba balları, tamak pişti. Orasılap seherde Hemminizni oygattı Hemminizni oygattı Dadam apa mihriban Behmu yasimi cazi Behmu yasimi cazi Biz Baxtiyor aile. Ballarının apısı kaymak çayga bek usta. Hemmedin bek okşaydı. Elbette okşaydı. Ballarının ramisi Koyu çıver bağlandık Hemmimizge yaraydı. Elbette yaraydı. Biz şadiman aile Dadam izi tağbek açık yaman Apam tutut ama mihriban Dadam apam yok çağda Öni qilimiz rasa Qilimiz rasa iman Hey, hoş kepsiz ballarınıza. Umma kızım Şadiye, kepsiz oğlum İlgarcan. Sokuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslan bu kılışmaz İştiripla yürüydü. Aman akıl kapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Aman akıl kapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Biz Baxtiyor aile. Ha, adaş, yaxşımı? Ha, resimlerim kördünmü? Ha, kırınlarım yarışıptımı? Kimim çok peyziye? Sen biren ola? Ha, ne dersen? Ha. Şadiye, ne bağırıyorsun kızım? Ha, düşüp dostum, ben görüşüp çıkay. Makarna? Hey! Ma balını. Usap mı kalgansınız eline? Pek tatlı çıktı eline. Ma balının yürüyüştürüşü kaçmış dikkat koydun mu ya? Ne baktı? Şadiye'ni koydun mu ya? Ha koydu. Ne baktı? Ya neyimi kılıp aldı değil mi? Vay ya neyim kılıp yaptı şu? Vay ma közleri qarsam, müşkiyektek egizleri qarsam. Kanela bağın küçükte kılıp yaptı, kıyıp kızlı kılıp. Bayam tavız egen mi ya? Bir ne sürkügen mi? Vay o bir ne sürkümeydi. Vallahi lan kamana kaçalım. Vallahi kaldı kendisiz. Ma ballık sel dikkat kılıp koymuşsak bulmaydı. Bu balı degen namış 12 yaştan 18 yaş vakti en xatarlik vakti bu. Bir omdan turmamdı bu vallahi.
O'zi bir obdan turdi, kasal bo'lib qoldi demadim, men kiyim-kechaklarga yurishtirish anchamiz diqqat qilib qo'yinglar deyapman. Gap qilyaptimi deyman. Voy, anladım. He, siz bolalarni qamanga. Kichik bolaga unchalik bo'lmamdi. Elim bichar bolani uni qilma, buni qilma, ani qilsang bo'lmaydi, men desang bo'lmaydi deb xil qismimizmi uyda. Aa, qiz bola gap qilmasak bo'lmaydi. Ya Allah, afetdan boshqa hamma nimani yeydi ekan bu. Voy, zamon. Voy. Ha, Raziya qanday ahvolingiz yaxshimi, tinchlikmi? Undan turdingiz. Yaxshi, shukri. O'zingiz-chi? Voy, men nemish qilay. Shu hozir bolalarning tamqini berib, bika olib yig'ishtirib, deb o'tag'andim. Ha, yo'q. Muzaffar bolalarni ilib bog'chaga o'ynatqilak ketdi. Shu men bormidim, endi borsam bo'larmi ekan deb xiyol qilib o'tag'an. Ha. Voy, bo'ladi. Kiring, men uyda jinim. Voy, yo'q, hech qisi yo'q. Borsammi bo'ladi. Kiring, hamsa yo'lingiz qarayman. Ma'qul. Xo'sh. Barsizlarmi olmab birimiz? Voy, sanat sarayini ko'chirib keldinglarmi bugun? Yo'q, unchalar emas. Qani. Demagan o'xshamamsiz bugun? Ha. Bugun demagan. Bola bog'cha bormiz deb xap qilib Muzaffar bog'chaga ketdi. Ha, men teqi. Tamoqni itib jo'shtirib bo'lib, yo'lni seyretib, ish qilsam bo'lar deb deb o'tag'an. Bek yaxshi bo'ldi ekaninglar. Bizga muzoq bo'ldi ko'rishmaydi. Qancha yillar? Rahmat. Elon o'g'lim. Rahmat. Shu men bugun demabdim qaram. Bolalarni demabdi. Shuning bilan bolalarni appli berib savdo saraylardiganda aylanib tag'a bir munch kiyimlarni setib oldik. Voy, jon, ko'chirib kelganda. Yaxshi o'qdi. Saniya, ko'rapikmi? Sizga yaramdi o'qini. Qarang, chiroyliqmiki? Oy, chiroyli Sizga yordam siz yardi. O'zim qoldim lekin. Bu cho'qara Italiyaning markasidan oldin qitim olay deb 4000 qo'y deb cho'ntirib olganti. Bugun qarasam 3000 qo'yga tushiribdi-ku. Shuni avaldimdan, Ash bir ko'ylakmi yashchidi bormi? Musi bir kopisi 3000 qo'y Italiyaning. Aras. Qarang Saniya, chiroyliqmiki? Uy, chiroyliqka. Sizning Nurk chapiningizdan bir ikkisi bordakdi-ku. Oy, bo'ldi. Qo'ying o Nurklarni. Uchu qarang, oq kulrang hammadan kiyib bo'ldi-da uni. Shuni buni rangimi o'zgichga, pasonimi o'zgichga. Shuni oldim. Chiroyliqka ekran. Ko'rapsizmi? Yana lash qarshi chiroyliq ekan-a? Bu qarang Saniya, Fransiyaning. Mamor qizlarmi? Sizga birini olamiz bo'lmasa. Ha, olamiz. Kiyginni suqsin. Qani ilova. Çay sana balam. Apam sanırmış ki müzgüm kiymek verdi. Voy, shundaqmi? Apa, siz bana bergen ayak bilan ko'ylakni men bak hoş buldum. Umma qizim. Sizlar gap bermay kiyim gapirim qizim kiyimni. Shundaqmi Saniya? Hammalar bir qo'rda yeng kiyimni erkin qolmabsiz-da. Voy, u odamning gapini demayli qo'ying Saniya. Voy, nima bo'ldi? Bir nima deyishib Ben qoldim. haydimisam qarang. Mushu bir kiyib olgan kiyimni u oydan bu oyga ulab kiyaverdi emasmi? Yo'ldishingiz maqsan shu o'yinda sizlarni deb shunday qilgandi. Voy Saniya, uygimi ko'ngil belgilik, balog'imi ko'ngil bilgilik, kiyim deganimi keygülik. Rahatnimi ancha-muncha ko'rmasak, 1000 yil yashamaymiz-ku bu jonda yig'ib qisib. Yana shu kiyimlarni almashtirmay shu bitta yurayversa kimning yo'ldishi kelsa, Rashidaning yo'ldishi deb mening yuzimga sep turasaniya. O'g'o shu endi hozir
Öy tutmakla təslikdə bəlkim öyün dep şundaq qıldığanda o jenim Reşide. Qani ilğə bana əslədim. Balam almayala. Apa. Siz ötgende kiyim alıman degende dadam öyge daim keldiğen dostların cıyık bul elip bergen go. Bosu dadamdan ben bu çapanı 3 yıl giyindim. Sen günlük giymeli yüremsen. Dep kapağınım dep yürün ha. Hey, kichik bola degan çok qalaymagan gap qilmaydi. Qalaymagan gap qilmay o'ltiringlar balam. Apam öyle kişilerin sırkı dep sürmem degen. Şunlaş demeymen go apa. Dana bosu etken dadamın apamın tılgınım koşup devtine. Hey, kichik bola degan qalaymagan so'zlamaydi deyaptimi? Qarang bularni eg'iziq kelganda so'zlab, neydi qalaymagan yuqlan bir nimalarni deb bo'ldig'ini qarang. Kichik emasmi, ha? Emasmi? Eşqisi yo'q, hech nima bo'lmagan choy ichaman. İlğlar balam. Mabek tatlı şokoladga ilğlar. Hey, nima varan turing bu? Sen pasroq qilinglar televizorning ovozini. Pasayta. Yani pasroq deyman. Uçurağını. Bana avazı uçarsın. Neymiş kılıçmasın aşkım? Yaman üç içine. Sen Xorazma? Sen Özbek mi? Neymiş içine atle saklı baldan? Evet. Sen süparikçi mi? Neymiş karıkçı nereye takmalı sen? Nima o? Ha, man nima o? Maqul qol ki nima? Ejulanma kuzda başkası. Hey, başkanın opasda oğul var da biz Allah anlaşılma. Nima oğul var olup kalanıp şayman kılamda başkası. Bana pişkellerden ayrılay. Kirpi takılı peşine. Ha? Kim anlaştır şey? Taksiye bir şana. İşte benim. Korkak sanmağın paypaklı tümür mü kalmaktamış kızım? Kime olmap kaldı? Dadam nerede bu? Buruptan tuğan çiçeğini öp de. Aka, dikkat asker mutfağıma çiçeğin tokunun tasfaksı yok atıyor. Oy mağara seni fıhtı. Kim makinemi kıyık çıkarırken şu dememse. Oran bir jıkkan pulumuz ağantık. Hem de keyini koymadı da. Aka. Bu Musa bu kim ben somkının şey tık. Teşhir çıkanlık ya. İki akıllı ya. Acep akıllık gelsin uyumak mı? Zamanında dökmem o. Ne oldu ha? Oy. Qorliq qilib nechta ko'tarib ketding bugun? Voyjon, cho'qchoq qilmadim. Bugun siz bolalarni bog'chaga ketganda yana Rashida kelibdi-ku, ishga bolasini. Ha, biz onu ko'rmadik-ku bu. Hali odamgarchilik ayolmi uning? Ishga qo'li liqqida kiyim-kechak kelibdi. Yani eril urishib qolibdi-da, yomonlab ketdimi ha? Voyjon, bozorga berib liqqida kiyim-kechak, yangi kiyim-kechaklarni olib men ko'rsatgin kelganda. Ha, unda olsa bizim aytda Nuriman xonim bilan Samsiq oxundek shu so'z so'ray xalq ko'tarib yurayotganmizda, yangi kiyim olganға. Voy, men kiyim olma dedim-mi? Bir gapni qilib qo'yganchilar. Voy, emis nima bo'ldi?
Voy ağan kiyimlerinin hemmisi chetning dağlıq markalarının kiyimleri ekan. Eng azim 2-3 ming qo'y, biridan biri chiroyli, biridan biri esil kiyimlar ekan. Chetning? Ha, bo'pti, ayol qaysi chetnikini qaysi kiyversin. Sizga vatanparvar xotin bo'lgandiki, davlatimizniki kiyinglar. Haqniga o'xshab qolsa o'zinglarmi unmaysizlar qo'yaqchan. Sizga gap qisilib chaqchaq aylandimi, Muzaffar? Voy, siz gap qilmamsiz, nima bo'ldi demamsiz? Kiyim kiygingiz o'z ep biray. Pul lozim bo'lsa tep biray. Ha, men kiyim kiyma dedim-mi? Av. Arasilqa Nurk chapanda yon bir napta 20 ming qo'ygan. Uni ikkisi botdi bo'lmasa. Nimaka? Nurka. Nurka? Nima Nurka degan? Voy, bir xufsanlik qilmang. Ha, Nurka degan terchapan aqchan shu-da? Vay. Bunda butnab o'tag'icha men gacha desanglar qipamimda unchalik ish qo'limdan kelmamdi mening. Terchapan kiyman degan bo'lsa gacha yezika og'inamga telefon qilib bersam. Oq qo'ydim birini, qor qo'ydim birini, kaladim birini so'yapla terisini ivassa, bo'lmadimi? Qo'ynikida kaltisni, kalnikida uzunni kesanglar ish bitmadimi? Sizga gap qilg'ichi-g'o, ishimni qilganim tuzuk zodi. Qarab chaqchaqma qilib qo'ydim bu Nurka dedigensizlar. Shu Nurka chaponniki sizning ufchaqlar qanday chiqadiganini bilamsizlar? Ha? Siz to'r ko'rmatamsizlar? Shu Nurka terisini chiqarish uchun hayvonni tirik tug'izib so'yab, aning qizilinish badaliga sizlar ayol kishilarni xo'sh qilgan chapanavi. Unda qilaversa, kislimi kelsanglar, umi kelsa, u hayvonlarningki nasl qurib ketsa, ma dunyoda hayvonlarningkimi yashash huquqi bor xotin. Men kiyma dedim-mi? Yo'q, siz kiyman-ku demadinglar, uning ustiga u xotin opti, bu xotin opti deb. O ağam bo'lsa ağamdi. Balkim sizlar ko'z qilaman deb kelgandi. O ko'z qilsa o'ziga qiladi. Hamma odam yotqanga qilib tutsinga yaxshi. Putimizni bak suni etib qolsak, bizning pachiqimiz ko'rinib qolarmikin? Uning ustiga yaqinda men uyini opdiq. Bankada 1 munch qarzimiz turdi. Shuni to'latay deb o'zingiz ko'ryapsiz. Kech-kechlab men kitob yozyapman. Voy, men bir uni kiyma dedim, shu Rashida opdi deb turyaptimi yo'q? Yo'q, keysingizmi kiying, men buni kiymang demadim. Biz bir qarzlarimizni tutib olgandikin, bir 2-3 yil tutturma bo'ldi, men uzunroq apasam bo'ladi-ku. Voy, bo'ldilar, men kiymayman. Uning ustiga bolalarimiz cho'ng bo'latdi. Aras. Siz uni kiyma, buni kiyma demay, oldi bilan men bolalaringizga tarbiya qiling. Bolalarimiz nima bo'pti? Bir gapni boshlasizlar, u yoqqa apirib, bu yoqqa apirib. Bolalarimiz nima bo'pti? Siz diqqat qilmatamsiz, bu topshiriq, maktab desa bolalar qaramatamsiz. Birsi qarsangiz xorazning tojisi qilib olgan chichini. Yana birsi qarsangiz 60 sant, 80 sant koptisida menda bijimni kiyib olgan. Men erkishtirib gap qilolmagan, siz mushta ishlik nima diqqat qilmaysiz? Saniya. Nada diqqat qilyapman, nada nas kiydi Muzaffar. Men baytaq ko'rdim-ku. Aqsingiz qarab boqing, nima miyadagi sugib olgan narsari? Unda qilmagandi. Siz ahli obdaroq gap qiling. Kiyim-kechak degandan unda kiydigan yo'li bor. Uning ustiga ishkisini qilganini ko'rdingizmi? Maktabdan bir chiroyli kiyimlarni, formalarini aytmasa, qarab boqing, mishalar deganga bir narsani tanlashtirib, qilib, nima u? O'tgan men so'kib aytgandim-ku uni. Yana so'kib buni degan unda qilmasin, tarbiya qiling. Voy, bo'ldi, xopima. Voy, jo. Yana Nurkaning gapini qiladi. Voy, men shu Rashidan opti dedim-ku, men kiyma dedim-mi? Sizga Rashida emas, sizga Soniyada kiyim kiyish yurish kerak. Bo'ldilar. Men bolalarni qisha chiqib qarab boqay. Yeng uzunroq narsa kiying o'zingizmi? Ballarni oldiga qo'ygan nimani yemaydi. Sizga bir piyola qo'yaymi? Ya bo'ldi. Maktab qurtarsanligi, axlatmaylikni yana. Shadiya, bo'ling, Arslan, Ilg'ar, bo'linglar kechikisizlar. Dadam oldimi? Ha, ma'qul bo'lam. Yo'l diqqat qilinglar. Xo'shba. Ha, qo'y. Ey, Ilg'ar. Yo'lni musalib o'ynamaychimi? Xo'sh, yo'lda o'tgan diqqat qilmay, Ilg'ar nima u? Bu nima u? So'mkisiga? So'mkisidan chopammi, ishtami, shundan puchuq sanglab qopti. Maktab kiyim olmayotgandami bolalar? Arslanning sinf mas'uli. Nima deydi-ki? Nima deydi? Men bir ish ichida cho'qim bir vaqt chiqarib kelib men bilan ko'rishing deydi.
Ya Allah, ya Allah. Muş sınıf ben so'tılıp bolqisiz yurkam sep ketadi. O yana ish chiqarib yurmaganda. Shuni deyman. Lekin yaqin olish ifodasi pek yaxshi buni. Biz nima deydigan deya sinf yig'inida kirish bormi deya. Voy sinf yig'ini o'z qo'lig'imda bag'aqchi berimiz hozir. Nerede telefon qilg'ayish? Ma'am men. Endi sizga qildim nima? Assalomu alaykum. Jiddiylashtirib. Ha, men. Aminim olimmi? Ha, qanday olingiz? Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Ha. Aha. Ha, ma'qul. Ma'qul. Men boramisanmi? Afsosim cho'qim bordi. Borma. Ha, ma'qul. Bormi dedi o'zim. Ma'qul. Ha. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Nim deydi u? Shadiyaning ma'lum ekan. Bir maktab kelib ketgan bo'lsang, hozir paranglashtirib ishlayapti deydi u. Bu hammasi masala ishlayotgandek. Shundayman. Men a kitobni yozaman deb baxchi yana bir planmasqa mumkin. Sizlar Shadiyaning ma'lum bilan bir ko'rishib qo'yinglar. Arslanni kelib ko'rishgach. Ma'qul. Zat ko'rishadigan yerim yetib qolgan. Yaqinimizda bizning maktabning ishi bek chiqlab ketdi. Hali u tekshirish, bu tekshirish, u balash deb men misal aldirashib qolgan tema baldan endi. Biz aldirash deb balning turmush o'tasi ko'ngil bilanma o'tamdiq. Yaqinimiz yaxshi deb bo'lmasa, buna qilaydi. Bugun men maktabdan qaytganda ikkisining ma'lum bilan bir ko'rishib o'tib kelay. Aşağıda bir qilinglar. Sal kech qolmayaqcha men bir ko'rishib o'tib kelay. Ma'qul, tezroq mana maktabga chiqib qolmanglar. Ma'qul. Yo'lda diqqatli bo'ling. Ma'qul, rahmat. Ma'qul. Dada apa biz geldik. Dada biz geldik. To'xtanglar. Nimbo. Ha? Nimbo. İşten? Bu işten mi şeyim bu? Hey, sen o havalı oturup işten gelmeyi apanın uzun bakır gibi oldu ama. Ha? Sizin formalımıştı ama? Yok. Somkan Nimbo? Ha? Somkan'dı Nimbo? Kitap. Depter. Tapşırık. Yani başka neresi yok mu? Ha? Şadiye, içine somkanızı. Somkan içeceğim. Siz için mi? Ma somku mu ya konu vallahi talla basın ma bu. Ma nima Shadiye? Uy, qana qilaman. Siz muştu... Yudunuz mu koçuda? Menga kiraman sizga ayrim gap qilay. Tuzuk gap qilay menga. Mana ayrim gap qilasiz. Chiqam acha. İştim yoktu. Acha! Sen muştu keydin da? Hey! Sana nima yo'q? Sen bana kedigan kirpimi? Ha? Sen mush günlük açanma maykistek maykin keyfiz zaman kız balama sen ha nima mavi ma işten egini. Nima bu? Yig'in bak. Yig'in açılı. Nima qilgin bu? Ama aram tuzlandım. Tuzun çok da. Mana. Sizlarning turmush planlarini yig'ib, kiyim-kechak setib olganlarga qarshi emasman. Lekin sizlar o'g'irlikchi. Bizning madaniyatimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan nomuvofiq bunday kiyimlarni kiyishinglarga men azaldan qarshi, ham buningdagimi qarshi. Bunda desam, meni mutasabbiq şey deb qolmanglar. Her qaysi millatning, her qaysi davlatning o'ziga tushliq urf-odati, milliy xoslig'i,
ortiqchiligi ham farqi, kamchilik bo'ladi. Xalqimizning an'anaviy adab axloqlari, ilg'or madaniyatni mundaq chiqib aytganda, har xil fasondagi ozoda, kang-kushadi kiyimlarni kiyishni butunlay chatga qoqmaydi. Sizlar o'quvchi bo'lgandan keyin o'zingizlar xos, o'quvchilar xos, yarshimliq, chiroyli yosinib yursanglar bo'ladi-ku. Boshqalarning ilg'or madaniyatni qabul qilsak bo'ladi, yaxshi yerlarni o'rgansak bo'ladi-ku. Lekin sizlarning bu qilganinglar butunlay chet elni qariqlarcha do'rashdan iborat bolalarım. Şu emasmi? Nim işteyman. Hele arabcha, g'aribcha deb, hele uzun, hele qisqa. O'zinglar loyiq, yarshimliq kiysanglar bo'lmamdashadi ya, ha? Bugun dadanglarning achchig'ida bayatın maktabga berib, ash kiyimlarni kiyib turgan vaqtinglarda do'stlaringlarning, saboqdoshlaringlarning, o'qituvchilaringning oldida toza bir adabinglarni berib kelmoqchi-da asli. Yanalam xarmush balla xijilib qolmasin, nomus qilib qolmasin deb men to'sib oldim. Yo'lma xishtimabdi. Yo'ldosh bolalarım, yo'ldosh opanglar noyat to'g'ri gap qildi. Qizim, siz xili cho'ngib qoldingiz, g'arib suqudek bo'ldingiz. Ashunimi kiyim deb yurdingizmi? Ha? Ashunimi mushunchalik kelmaydigan narsa kiyim deb kiyib yurdingizmi? To'g'ri. Cemiyet terakki kılıvatıdı. Lekin cemiyet terakki kılıvatıdı deplam özümüzün enlerimizni unutup kıymetlik şerme yağlarımızı kayırıp koysak bizden kıymetimiz, kimlikimiz nerede kalıdı? Size eğer o kiyimlerini kiyganlar olsa mektepten kayıtıp gelgendiğin keyin formalarını silitip kiysanlar buludu o. İşkapta mı burmuş topuz kiyimlerinle turdu o. Şunu kiyinlar. Lekin yıllık kiyimini kiyişinliğe katli ruhsat yok. Kızım, siz de küçük. Lekin sizin ufkularınız küçük. Qanday olmasa siz bu ufkularınızga ölgü oluşunuz gerek. Mening degan gapim esingizda tursin kızım. Dada, oppa meni kechiringlar, men xato qilibman. Men shu saboqdoshlarimni to'g'ri boshlab qilgandim. Bundan keyin herkes undoq qilmayman. Bizim şu boshqa odamlarni doğrab, televizorlarni ko'rib, shu oshda kiyinib olgandik. Balam, doğruşunlar hata emas. Lekin chet elning ilg'or tarafini doğrusanglar bo'ladi-ku. Ha? Shu bizmi to'g'ri qilibdik. Kechiringlar, bundan keyin undoq qilmaymiz dedi oppa. Yaxshi. Egerim, mush gapinglar rost bo'ladigan bo'lsa, kechda obdan o'ylashib, to'g'rimdan birini yezib aytmoq topshirsizlar. Yo'ni yosandiq. Gap qilma Arslan, ha? Sizning degan gapingiz bormi? Men dadanglarning fikriga tamamen qo'shilaman. Apanglarni ayt, obdan gap qildi. Yig'imiz tugadi. Dada oppa, kiyimlarimiz yarışibdimi? Ha, mana muborak olsun bolalarım, mana bizning kiyimimiz ekan, mana mushu. Voy. Endi resmi bir kiyim kiyganda ko'psi bolam. Ras. Endi mening malikamga, mening shahzodlarimga o'xshabsizlar.
Ola. Güvende misin paklamayı? İçindeki kaçma. Bedel tuğluk bir şekilde onu tutup yazmak. Ya musula kaskı musula. Sıra bir şey yok, sıra sen. Öp hadi. Yap oldu. Bir şey toplasak olan bir yoldaşlar sor. Ama biz cemiyet terakki kıldıkla özümüzde, ellerimizde unutup kıymetli şermi hayallerimizni